Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni milliy armiyamizda olib borilayotgan islohotlardan boxabar qilish hamda milliy armiyamiz saflarida xizmat qilish istagini yanada oshirish maqsadida Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Termiz garnizonida joylashgan harbiy qismda rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Milliy g'oya va harbiy vatanparvarlik tuyg'usi taraqqiyot asosi va farovonlik omili bo'ladi. Ayniqsa harbiy qismlar tomonidan tashkil etilayotgan uchrashuvlar, davra suhbatlari yoshlar qalbida vatan hissini tuyishga katta ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlar kuni doirasida o'tkazilgan navbatdagi rahbar va yoshlar uchrashuvini yuqoridagi fikrimizning amaliy ifodasi deyish mumkin. Tadbirda harbiylar tomonidan otaliqqa olingan o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. Dastlab qatnashchilar uchun harbiy texnika va zamonaviy qurol aslahalar ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda yoshlar qurollarning yaratilish tarixi, ulardan foydalanish qoidalari, shuningdek harbiy texnikalarning vazifalari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Tadbir davomida harbiy xizmatchilarning jangovar chiqishlari ishtirokchilarga o'ziga xos ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Termiz garnizonida joylashgan harbiy qismda tashkil etilgan uchrashuvda so'z olganlar so'nggi yillarda mudofaa tizimida olib borilayotgan ishlar xususida to'xtalib o'tdi. Suhbat mobaynida har bir yigit vatan oldidagi burchini to'liq ado etishi katta sharaf ekani, harbiy kasb, harbiy ta'limdagi imkoniyat va imtiyozlar xususida fikr-mulohazalar bildirildi. Shundan so'ng yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan batafsil javoblar olishdi. Harbiy qismga yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida uchrashuv tashkil etildi. Shu munosabat bilan mening mahallamdan ham 20 nafar yosh jalb qilindi. Bu yerdagi harbiy chiqishlar, qurol aslahalarining namoyishlari yoshlarimizning harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirdi. Rahbar va yoshlar o'rtasidagi uchrashuvda bizning yoshlar o'z tashabbuslari, takliflari bilan chiqishdi va o'zlarining qiziqtirgan savollari bilan rahbarlarga murojaat qilishdi va o'z javoblariga yechim topishdi. Bu rahbar va yoshlar uchrashuvida asosan mana shu otaliqqa olingan yoshlar o'zlariga biriktirilgan mas'ullar bilan birgalikda qatnashdi va ularni bugungi kunda qiynab kelayotgan muammoli savollariga atroflicha javob olishdi. Ya'ni harbiy xizmatga borish masalalari bo'yicha, harbiy qismdagi mavjud to'garaklarda faoliyat olib borish bo'yicha savollariga javob olishdi. Bundan tashqari ularni oliy harbiy o'quv bilim yurtlariga kirish hamda ish bilan ta'minlanish bo'yicha berilgan savollarga aniq va to'liq javob olishdi. Bu kabi ochiq davra suhbatlari armiya va yoshlar birdamligini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz. Tadbirda prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan armiya va xalq bir tanu bir jondir degan ulug'vor g'oya qanchalik haqchil hamda yoshlar tarbiyasida nihoyatda samarali ekanligi yana bir bor o'z ifodasini topdi.